Finex serverida ko'plab o'yinchilar meni ovlashni, tuzoqqa tushirishni va o'ldirishni xohlashadi. So'nggi kunlarda men tinimsiz o'yinchilar tomonidan ovlandim va oxiri Invisdagi Elytra Macer tomonidan yakson qilindim. Ammo uning maqsadi meni o'ldirish emas edi. U meni qayergadir olib borishni aytdi va hammasi shu yerdan boshlandi. Mana shunday. O'lim ketdimi? Bir daqiqa. Bro, nahotki otni teng qilishni bilmasang? Ochiq og'zingni, harakat qilyapman. Bro, what? Boshqa ot topamiz. Bro, ishon menga, g'irt ahmoq ekansan. Ot shunaqa teng qiladimi? Balkim o'zing ko'rsatib berarsan. Iye, qanday qilib? Oldin ot minganmisan o'z? Yo'q lekin. Mayli. Okay. Aytgancha, o'zi qayerga ketamiz? Serverda seni topgan va Ethereumga olib borgan o'yinchi uchun katta yutuq qo'yilgan. Qiziq. Meni boshimga bunaqa katta yutuq qo'yishlariga nima sababchi bo'lgan ekan, a? Odamlarning aytishiga qaraganda, ularning sardori seni qamab qo'ymoqchi. Sen ular bilanmisan? Yo'q, men oddiy assasinman. Va shunchaki bounty'lar uchun ishlayman xolos. Tushunarli. Okay. Deyarli yetib keldik. U shu yerda bo'lishi kerak. U kimnidir oldiga keldikmi shunda? Oh, tushunarli. Kamina Flux o'zlari-yu. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'lgandi. Bounty'ni ber, ketishim kerak. Ot, nima otimizni o'ldirasan? Alright, bro, bo'l, Jamila, bo'l, stop, ey. Kelishganimizdek, mana haqqing. Ichidan nima bor? Hey! Mayli, ol, baqirishingni. Ko'rishguncha Flux. Okay, endi nima qilamiz? Yur, hali sen bilan qiladigan ishlarimiz ko'p. Nima bo'ldi? Bilasan, menda elektr yo'q, shuning uchun suzishimga to'g'ri keladi. Yangi uyingga xush kelibsan. Oh, qasring chiroyli, gap yo'q lekin. Yur. Salom. Okay, ko'rinishidan kelishimga ancha-muncha tayyorgarlik ko'rgansizlar. Stop,
Inventordagi hamma narsalarni tashlatasiz. Okey. Hech narsa qolmasin. Mana. Bularni ham ol. To'g'risi hammasini olaver mayli. Kiyimlaringni ham. Aytgancha uzr. Esimdan chiqib qolibdi. Uzr. Tepaga chiq, tepaga. Okey, demak tepaga. O, kim bu bola? The Timur Bird. Qiziq. Bu yoqqami? Ha, Bugundan boshlab Okey. shu yerda yashasan. Qochish holingga ham keltirma. maylimi ozgina ovqat olsam, balkim ovqat berarsizlar. Oh, hello. Uh, Rahmat. Ayni damda men SRM tomonidan qamoqlandim va bu qamoqdan qochib ketish ancha qiyin bo'ladi. Sababi qasrning har bir burchagida har xil o'yinchilar uni himoya qilishyapti. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Ko'rishmaganimiz yaxshi edi o'zi. Tinchgina o'tiruvdim, nima kelding? Bugun ko'chaga chiqadigan kuning. Yur. Oldinga tush. Ko'chaga chiqadigan kunim ozodlikkami yoki boshqa narsagami? Mayli, gapirmasang. Bug'doylarni hammasini terib, jiyondan nongallantirasan. Okey, agar meni bunaqa ishlarni qilish uchun chaqirgan bo'lsang, meni emas, birorta qul chaqirganing yaxshi edi. Hozir quldan farqim qolmayapti, to'g'risi. Bo'ldi. Oldi ketdik. Shuni urmasdan aytsang bo'ladi-yu. Bo'ldi, namuncha urasan. Yo, tushunmadim, urishmoqchimisan? Shu holatimdan o'xshamasan meni. Asabimni buzma. Bo'pti, jahllari chiqib ketdi. Tushunmadim. Nima menga qarab turibsan? Nima? Ichkariga kir. Uzr. Mana bu bola hali ham qimirlagani yo'q. Oradan taxminan 3 soatcha o'tdi. Okey. Yana pastga tushibsam. Nimadir ish chiqib qoldim deyman. Men buni oldi, orqamdan kel. Okey, bro. Yo, qara, Sharipov, senga bitta savolda, qanaqa playerlarni o'zingga soqchi qilib olgansan? Mana bu bola masalan 8 soatdan beri AFK turibdi-da. Nima olding sandiqdan? Ishlama, qo'yaver. Ko'rdim nima olganini shunchaki. Yur. Qasrdan tashqariga ketyapmizmi shunda?
Voy bu qanaqa kreator bu? Snapshot qo'yganmisizlar bu yoqda? Vau, qorong'ida qasring o'ta chiroyli ko'rinar ekan. Nima qilishim kerak edi aytgancha? Demak, inventarimdagi narsalarga qaraganda Oyoq katta olding, olib kelib betga. okey, mayli, boshqa ilojim yo'q. Inventarimdagi narsalarga qaraganda rudalarni qazib chiqishim kerak. Mashdagi hamma ro'zalarni qazib kel. Okey. Yana bir narsa so'rayman. Nimaga meni tutqunlikda saqlab turibsan o'zi? Bunga sabab nima? Keyin yana eshitishim bo'yicha playerlarni meni orqamdan yuborayotgan ekanmisan? Tushunmadim umuman. Biror sabab bormi? Sababi seni tutqunlikda saqlamasam kelajakda bo'ladigan ishlarga xalaqit berishing mumkin. Shuning uchun ham chetdasan. Bilsam bo'ladimi qanaqa ishlar? U yog'ini bilsang shart emas. Qo'lasында bo'lsang men uchun ham, server uchun ham yaxshi. Okey. Nima bo'lganda ham ishlaring yaxshi niyatda emasligini sezib turibman. Nima bo'lyapti bu yoqda? Arena qilib yuborishibdi. Qaramaysan soqchilaringga. Aytuvdim senga, normal odam olmagansan deb. Qasrdagi tartibsizlikni ko'rib, darhol pastga tushib, o'zimga narsalar olishni boshladim. Men aldab ketaman deb o'yladim. Ammo Sharipov o'ylaganimchalik ahmoq emas ekan. Aytgan tepada nima bor? Pastga tush, tentak. Dragon Egg. Nahotki Dragon Egg serverdagi Dragon Egg nahotki senda bo'lsa? O'yin ketganmiz, ha? Balkim ketgan bo'lishi mumkin, yana bilmadim. Bu yoqda nima bor? Bo'pti, qafasimga ketaman bo'ldi. Yo, hali ham turibdimi bu? Xolos, ishqilib NPC emasmi? Dodo? Yo, Flux, qara, tushuntiraman senga. Hammasini tushuntiraman, qara. Qo'limdan kelgancha yordam beraman senga. Faqat keyinroq, maylimi? Flux. Ular meni majburlashyapti. Men ularni ishlash. Agar ularga ishlab bermasam, meni o'ldirishadi. Bu yoqda hamma majburan ishlaydi. Hamma o'z xohishi bilan kelmagan. Hamma playerlarni majburlab ishlatishadi.
Eritrada kim? Okey, Sharipov keldi demak. Flux, tinchgina kafasingga qaytgan ya. Yo! Seni faqatgina mo'jiza qushlarida betgan. Sharipov, bilasanmi? Mo'jizalar ba'zan yuz beradi. Xudo, nihoyat. Taxminan 20 kuncha qolib ketdim u yoqda. Xo'sh, endi nima qilishni o'ylab olishim kerak. Hozir bazamga bora olmayman. Chunki 100% bazamning atrofini o'rab borishgan va borsam mani shunchaki yana qaytib qamoqqa olib ketishadi. Lekin bitta odamni bilaman. Uni oldiga borishim mumkin. Faqat oxirgi marta u bilan ozgina kelishmovchilik bo'lib qolgan. Seni chaqirgan sababini bilsang kerak. U bugun qochib ketdi. Senga o'zimdan ham ko'proq ishonaman. Uni albatta tutib kelasan. Sharipovning rejasi nimaligini bilmayman-u, lekin u 100% serverga xavf soladi va men uni albatta bartaraf etishim kerak.